Assalomu alaykum hurmatli televizor yaxshimisilar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 3-oyning 31-kuni chorshanba. Hammanglarning mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'rurmanlar, tövanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Xitoy hokimiyatining Yevropa İttifaqı, Amerika, Kanada va Angliyaning Uyg'ur qirg'inchiligi bilan shug'ullangan Xitoy amaldorlari va organlarini jazolash haqida 22 mart olgan o'rtaq qarordan o'ch elish maqsadida 27 mart kuni yana Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Gail Manchin va muavin raisi Tony Perkins, shuningdek Kanada parlament a'zosi Michael Chong'a embargo yurgizganligini e'lon qilishi Uyg'urlar masalasida G'arb dunyosi bilan Xitoy o'rtasida yuz berayotgan talash-tortish va to'qinishning yanada kuchayishiga sabab bo'ldi. Xitoyning yuqorqi shaxslarga yurgizgan embargosi ularning Xitoyga kirishini cheklash, ularning Hong Kong, Makao va Xitoydagi mol-mulkini to'ntib qo'yish, Xitoy fuqarolarining va Xitoy organlarining ular bilan aloqa qilishini cheklash qatorliq mazmunlarni o'z ichiga oladi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Gail Manchin bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini tanqid qilganligi uchun jazolanganligidan iftixorlanganligini bildirdi. Reuters agentligining xabar qilishicha Gail Manchin 27 mart e'lon qilgan bayonotida "Men kommunist Xitoyning bu davlatdagi diniy va etnik osonlik millatlarga qarata sodir qilgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini fosh qilib jazolanganligimdan iftixorlik his qilaman. Mening Xitoyni ziyorat qilish planim yo'q. Xitoyda yuz bergandek diniy erkinlikka qo'rqinchli darajada daxli tarz qilish harakatlarini so'zlashdan to'xtab qolmayman" deb ko'rsatgan. Bu munosabat bilan Xalqaro diniy erkinlik komiteti 29 mart kuni bayonot e'lon qilib, Xitoyning Gail Manchin bilan Tony Perkinsga embargo qo'yganligini tanqid qildi. Bayonotda mundaq deyilgan: Xitoy hukumatining sodir qilayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatiga qarshi so'zlashni hargizmi to'xtatib qo'ymaymiz. Shinjongdagi vahshiylik va Kompartiyaning irqiy qirg'inchiligiga qarata tarafsiz xalqaro tekshirish ilib berilishi hamda 2022 yildagi Beijing qishliq olimpik musobaqasini o'tkazish yoki boykot qilish uchun xalqaro tirishchanlik ko'rsatilishi kerak deyilgan. Bu qitim Xitoyning embargosiga uchirgan Kanada parlament a'zosi, parlament tashqi ishlar va xalqaro taraqqiyot komitetining muavin raisi Michael Chong apandi bo'lsa, Kanada parlamentining bu yil 22 fevral Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishida halqiliq rol o'ynagan siyosiy yo'llarning biri bo'lib, Michael Chong 27 mart bu munosabat bilan Twitterga yo'llagan uchurda Xitoyning uningga qo'ygan jazosini bir sharaf belgisi sifatida taqab yuradiganligini bildirgan. U mundaq degan: Biz demokratik davlatlarda qonun bilan erkin yashaydiganlar ovozsizlar uchun so'zlashimiz kerak. Agar Xitoy buning uchun menga embargo yurgizgan bo'lsa, men buni sharaf belgisi sifatida taqab yuraman. Kanada bosh ministri Justin Trudeau Xitoyning 27 mart 2 nafar Amerika amaldori bilan Kanada parlament a'zosi Michael Chong'a embargo qo'yganligini tanqidlab, Xitoyning bu xil harakatini qabul qilib bo'lmaydiganligini, shuningdek Kanadaning bundan keyin kishilik huquqni qo'llashni davomlashtiradiganligini bildirgan. Kanadadagi davlatlik pochtasi gazetining xabar qilishicha Trudeau 27 mart Twitterda yo'llagan uchurida biz xalqaro sheriklarimiz bilan birga dunyoning har qaysi joylarida kishilik huquqni davomli qo'g'daymiz degan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Xitoyning yuqorqi embargo qarori e'lon qilinishidan bir kun burun, ya'ni 26 mart e'lon qilgan bayonotida shuni mo'ljarlash mumkinki, Xitoy hokimiyati oldimizda yana Kanada va Amerikadan ba'zi shaxs va o'rinlarga jazo yurgizishi mumkin. Shunga hozir xalqaro jamoatchilikning har qanday vaqtdan bakarak Xitoyning bu xil jazolash qilmishlariga qarata birdek tadbir qo'llanishga jiddiy ehtiyoji bor. Xalqaro jamoatchilik cho'qim Xitoyning erkin fikr qilguvchilarni va tanqidlovchilarni jimiqtirishga o'rinishdek, bu xil qilmishlarga qarata ochiq pozitsiya bildirishi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotimi o'zining rahbarlik rolini to'liq joriy qildirib, yadrolik prinsiplarda ching turib, Xitoyning qilmishlarini qat'iy turda ayblishi va Uyg'urlar duchor bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish uchun amaliy qadamlarni besishi lozim deb ko'rsatgan edi. Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikka uchrayotganlik masalasida G'arb allarining va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining kuchli besimiga duch kelgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres Xitoy hukumati bilan Sharqi Turkistonda cheklimisiz tekshirish ilib berish to'g'risida jiddiy so'zlashayotganligini bildirgan. Bu Xitoyning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchiligiga sukut qilish bilan ayblanib kelgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibining tunji qitim Uyg'urlar vaziyati haqida bundaq bir ifodada bo'lishidir. Guterres Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michelle Bacheletning Sharqi Turkiston ziyorati haqida kishilik huquq oliy komissarligi ishxonasi bilan Xitoy doiralari o'rtasida suhbat elib berilayotganligini bildirib mundaq degan: Men ularning tezroq kelishim hosil qilishini va kishilik huquq oliy komissarining to'salg'usiz va cheklimisiz Xitoyda ziyoratda bo'lishini umid qilaman. Guterres bu so'zlarni 28 mart Kanada axborot shirkati CBC'ning muxbiri Rosemary Bartonning ziyoratini qabul qilganda aytgan.
Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarı Michel Bachelet o'tgan oyda qilgan so'zida Sharq Turkistondagi xohlagancha tutqun, qo'pol muomala, jinsiy zo'ravonlik, majburiy emgak to'g'risidagi dokladlarni atrofli va mustaqil tekshirib baholashning zarurligini bildirgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy hukumatı uning Sharq Turkistonda erkin tekshirish ilib berishiga izchil oldingi shart qo'shib kelgan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian 29 martdagi axborot yig'inida bu haqda qilgan so'zida Bacheletning Xinjiangni ziyorat qilishini qarshi olamiz. Ammo bu xil ziyorat o'zaro aloqa va hamkorlikni maqsad qilishi, atalmish jinoyat izlash shaklida bo'lmasligi kerak deb jo'yladi. Matbuotlarda ko'rsatilishicha navbatda Xitoy hukumatı o'zining Sharq Turkistonda sodir qilgan jinoyatlarni qandoq yo'shirishning ko'yiga tushgan bo'lib, Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining doimiy a'zosi Wang Yang va Xitoy jamoat xavfsizligining ministri Zhao Keqining o'tgan hafta Sharq Turkistonda qilgan ziyorati buning bilan munosabatli ekan. Dünya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan qilgan so'zida Birleşken Devletler Teşkilatı'ning bosh kotibi Antoni Guterresning tunji qitim Uyg'urlar masalasini tilga olganligidan mamnun bo'lganligini, ammo buning yetarlik emasligini, mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va boshqa jinoiy qilmishlarini to'sib qilish uchun Birleşken Devletler Teşkilatı'ning jiddiy harakatga o'tishi lozimligini ta'kidladi. Angliya bosh ministri Boris Johnson apandi 27 mart kuni Londondagi parlament maydonida Uyg'urlar masalasi sababli Xitoyning 3 ilish xarakterlik embargosiga uchragan Angliya parlamentining a'zosi Nusrat G'ani qatorliq bir qism shaxslar bilan yuzturani uchrashdi. Hamda ular bilan qizg'in suhbatda bo'ldi. Suhbatdan keyin Boris Johnson bu masala haqida Twitterda uchur yo'llab, Uyg'urlar duch kelayotgan haqsizliklarni diqqatimizga sunib kelayotgan bu kishilar bilan so'zlashdim. Men Xitoy hukumati jazo e'lon qilgan bu kishilar bilan qat'iy birga bo'laman deb yozdi. Xitoy hokimiyatining Yevropa Ittifoqi, Amerika, Kanada va Angliyaning Uyg'ur qirg'inchiligi bilan shug'ullangan Xitoy amaldorlari va organlarini jazolash haqida 22 mart olgan o'rtaq qarordan o'ch ilish maqsadida 26 mart kuni Angliya parlamentining a'zosi Nusrat G'ani, Togin Xat qatorliq 5 nafar a'zosini o'z ichiga olgan 9 nafar shaxsga va Angliyadagi Xitoy tadqiqot guruhi, Konservativlar partiyasining kishilik huquq komiteti, Xalqaro Uyg'urlar kollegiyasi, Eskiz advokatlar birlashmasi qatorliq 4 o'ringa yomon niyat bilan ig'vo tarqatgan, yolg'on uchur tarqatgan degan bo'hton bilan jazo yurgizganligini e'lon qilgan. Angliya bosh ministri Boris Johnson shu kuni o'zining Twitter hisobida buningga inkos qaytarib, bugun Xitoy jazo tadbiri e'lon qilgan Angliya parlament a'zolari va boshqa Angliya fuqarolari Uyg'ur musulmonlariga qartilgan og'ir kishilik huquq dafsandichiligini yo'ritishda intayin muhim rol o'ynayotdi. Dafsandichilikka qarshi so'zlash kishilarning negizlik erkinligi. Men ularni qat'iy qo'llayman deb ko'rsatgan edi. Angliya bosh ministri Boris Johnson apandining yuqorqi harakati Xitoyning embargosiga uchragan shaxs va o'rinlarni alohida mamnun qildi. Navbatda Angliyadagi har qaysi sohalarning va Angliya matbuotlarining Xitoyning bu xil embargo qaroriga bo'lgan noroziliklari kundan kunga kuchayib bormoqda. Turkiyada yangidan qurilib rasmiy faoliyat boshlagan Dünya Uyg'ur Qurultiyi vaqfisi yaqinda o'zining tunji navbatli qurg'uvchi hay'atlar umumiy yig'inini chaqirib, vaqfining rahbarlik hay'atini saylab chiqdi. Dünya Uyg'ur Qurultiyining muavin raisi doktor Erkin Akram apandining riyosatchiligida chaqirilgan bu navbatlik umumiy yig'inda Dünya Uyg'ur Qurultiyi vaqfining raisligiga Abdurshid Abdulhamid apandi, rais vakilligiga Dilshod Barishchi apandi, muavin raisligiga Erkin Bardosh apandi, Moliya ishlari mudirligiga Mehmet Ali Hofiz apandi saylab chiqildi. Doktor Ne'mat Qashqarli, Abdujilil Turan apandi va Fatima Xonim mazkur vaqfining taftishligiga saylandi. Dünya Uyg'ur Qurultiyining 2020-yilning 5-ida chaqirilgan ijroiya komiteti yig'inida Turkiyada Dünya Uyg'ur Qurultiyi vaqfini qurish qarori e'lon edi. Dünya Uyg'ur Qurultiyi vaqfini qurish tayyorlik xizmati oxirlashgandan keyin 2020-yil 7-oyda mazkur vaqfini qurish uchun Turkiya sud idorasiga iltimos sunilgan edi. 2020-yil 12-oyning 20 kuni Turkiya sud idorasi mazkur iltimosni tasdiqlagan. Mazkur vaqfining qurilganligi 2021-yil 1-oyning 3-kuni Turkiyaning davlatlik gazet matbuotlarida rasmiy e'lon qilingan edi. Dünya Uyg'ur Qurultiyi vaqfisi bo'lsa Qurultayning Turkiyadagi to'liq huquqli vakillik organi bo'lib, mazkur vaqfi Turkiyadagi Uyg'ur tashkilotlari bilan yaqindan moslashgan holda faoliyat olib boradi. Shundaqla Qurultayga vakolatan Turkiya hukumati va parlamenti bilan Turkiyadagi har qaysi partiya va ommaviy tashkilotlar bilan bevosita aloqa o'rnatib, Uyg'urlar masalasining Turkiyadagi ta'sirchanligini yanada oshirishga tirishadi. Shundaqla Turkiyada yashayotgan qarindoshlarimizni turli mulozimatlar bilan ta'minlaydi. Dünya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi Dünya Uyg'ur Qurultiyi vaqfisining demokratik usulda saylab chiqilgan yangi rahbarlik hay'atini tabriklash bilan birga Turkiyadagi Uyg'ur tashkilotlarini va Turkiyadagi qarindoshlarimizni yangidan qurilgan Dünya Uyg'ur Qurultiyi vaqfisining xizmatlarini yaqindan qo'llab-quvvatlashga chaqirdi.
30 mart Avstraliya Adlay şəhərinin Joslin rayonunda yenidən qurulğan Xitay konsulxanasının içiliş murasimi könüdə Şərq Türkistan Avstraliya cəmiyyəti, Avstraliya Uyğur Təngirtaq xanım qızları uyuşması, Tibet, Hong Kong, Falun Gong, Vietnam, Tayvan gruppaları tərəfindən ötküzülgən Xitayğa qarşı birləşmə namayış Avstraliya mətbuatlarının küçlük diqqətini qozğadı. Xitay konsulxanasının taqılışı tələb qılınğan bu qitimqi birləşmə namayışqa Uyğurlar, Tibetliklər, Hong Kong, Tayvan və Vietnamlıqlar, şundaqla Xitay konsulxanası joylashgan Joslin rayonidagi aholi vakillaridan bo'lib bir qancha 100 kishi qatnashdi. Avstraliyaning ba'zi asoslıq matbuotlarimi bu qitimqi namoyishni naq maydondan tarqatdi. Avstraliya parlamentiga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilish haqida taklif loyihasi sungan mustaqil senator Rex Patrick va Yeshillar partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Tom Franks qatorliqlar namoyishlar sepidan o'rin olib, o'zlarining Uyg'urlarga bo'lgan bevosita qo'llashini ifoda qilish bilan birga, Uyg'ur xalqiga qarta rahimsizlarcha irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan mustabid Xitoy hokimiyatining jinoiy qilmishlarini qattiq aybladi. Bu qitimqi namoyishni tashkillagan Uyg'ur va boshqa tashkilotlarning rahbarlari namoyish jarayonida qilgan so'zlarida insoniyatga qarshi jinoyat ishlayotgan va Uyg'ur xalqini to'p-yakun qirg'in qilib yo'qotishga urinayotgan zolim Xitoy hukumatiga bo'lgan qattiq noroziliklarini ifoda qilish bilan birga, Adlay shahrining Joslin rayonida yangidan qurilgan Xitoy konsulxonasining darhol taqilishini talab qilishdi. Joslin rayoni aholi vakillari qilgan so'zlarida bu rayonda Xitoy konsulxonasining qurilishini asla xohlamaydiganliklarini, shunga uning darhol taqilishi lozimligini bildirishdi. Xitoyning Avstraliyadagi Uyg'ur jamoatini bo'lish va parchalash maqsadida o'zining Avstraliyadagi g'olchilari va josuslari orqali qurib chiqqan atalmish Shinjongliklar jamiyatining muavin raisi Xolida ismli bir Uyg'ur xotinning Xitoy konsulxonasining ichilish murosimini tabriklab kelishi butun Uyg'ur namoyishchilarning qattiq nafratini qo'zg'adi. Avstraliyadagi vatanparvar Uyg'ur jamoati tarafidan allaburulli milliy munofiq va Xitoy josusi deb e'lon qilingan Xolida ismli bu razil xotin Xitoy konsulxonasidagi murosimga qatnashib qaytib chiqqanda bo'lsa, Uyg'ur namoyishchilar uni o'rib olib qattiq la'nat o'qishdi. İnsanlıqını yo'qotgan bu vijdonsiz xotin soqchilarning hamrohligida yana Xitoy konsulxonasiga qochib kirib olishga majbur bo'ldi. Mart günü Amerika paytaxtı Washingtondagi musulmonlar tashkilotlaridan Amerika Islom munosabatlari kengashining tashkillashida Washingtondagi Xitoy elchixonasi oldida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi birlashma namoyish o'tkazildi. Namoyishga Amerikadagi musulmon tashkilotlaridan Ijtimoiy adolat kengashi, Shimoliy Amerika Islom kengashi va Uyg'ur tashkilotlaridan Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur harakati tashkiloti, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Amerika Uyg'ur birlashmasi, Uyg'urlarga adolat qatorliq tashkilotlarning vakillari birga qatnashdi. Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbos xonimning bildirishicha, bu Xitoy hukumati millionlagan Uyg'urni lagerlarga qamash harakati boshlagan 2017-yildan buyon Amerikadagi musulmonlar jamiyatlarining tunji qitim oshkora holda Uyg'ur tashkilotlari bilan birlikda Xitoy hukumatiga qarshi Uyg'urlarni qo'llab namoyish qilishi hisoblanadi ekan. Amerika Islom munosabatlari kengashining direktori Nihat Awad namoyishda qilgan so'zida, navbatda Uyg'ur qayrindoshlar uchrayotgan zulmga qarata Amerika hukumatining qattiq inkas qaytarganligini qo'llaydiganligini bildirib, musulmon dunyosining Uyg'urlar bilan bir safda turishining muhimligini ta'kidlagan. Washingtondagi masjidlardan Masjid Muhammadning imomi Talib Sharofmi so'z qilib, Amerikadagi Uyg'urlarning Xitoy lagerlarida azob chekayotgan tutqundagi tuqqanlarning balduroq erkinlikka chiqishiga duo qiladiganligini va Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik harakatiga musulmon dunyosining qattiq inkas qaytarish majburiyati borligini ta'kidlagan. Namoyishda so'z qilgan Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbos xonim, mustabid Xitoy hokimiyatining navbatda Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va boshqa jinoiy qilmishlarini amaliy misollar bilan qaytadan eslatib o'tdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Germaniyadagi yerlik o'quvchilar tarafidan tashkillangan Ingolstadt Uyg'urlarning inson haqlarini qo'g'dash birligi 4-oyning 3-kuni Germaniyaning dunyoga mashhur Audi avtomobil shirkatining markazi joylashgan Ingolstadt shahrida Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan hokimiyat bilan bo'lgan hamkorligingizni to'xtating degan shior ostida birlashma namoyish o'tkazishga hozirlanmoqda. Yaqindan buyon Ingolstadt Uyg'urlarning inson haqlarini qo'g'dash birligi Audi avtomobil shirkatining iqtisodiy yordami bilan qurilgan Audi Konzi institutini darhol taqash haqida safarbarlik boshlatgan va Audi avtomobil shirkatidan Audi Konzi institutiga berayotgan yordamni Uyg'urlarning erkinligi va insoniy haq huquqlarini qo'g'dash uchun kurash qilayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyiga berishni talab qilib kelgan edi.
Ingolstadt shahridagi Audi Konzi institutini taqashni talab qilish maqsadida elib beriladigan bu qitimqi birlashma namoyish 4-oyning 3-kuni Berlin vaqti 3 soat 12 da boshlanadi. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan istansimiz orqali chaqiriqnoma e'lon qilib, Germaniyada yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizni bu qitimqi namoyishga aktiv ovoz qo'shishga chaqirdi. Assalomu alaykum aziz vatandaşlar, cümleden Germaniyadagi aziz Uyg'ur qarindoshlar. 4-ayning 3-kunisi, ya'ni mushu shanba kunisi Germaniyaning Ingolstadt shahrida German yoshlaridan tashkil topgan bir guruh, ya'ni Uyg'urlarning haq huquqini qo'g'dash birlashmasi degan ismda bir bo'lim German yoshlari harakatga o'tib, Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga olib berayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatiga norozilik bildirish va bo'libmi Germaniyadagi Kunzi institutini taqash qatorliq munosabatlar bilan bir namoyish o'rinlashtirdi. Shuningga Dunyo Uyg'ur qurultiyi bunga hamkorlashib, bu Germaniyadagi German nemis yoshlari bilan birlikda 4-oyning 3-i soat 12 dan 2gacha Ingolstadtda bir namoyish o'rinlashtirmoqchi. Shuningga bu shanba kunisi mutlaq ko'p qism yoshlarimiz, qarindoshlarimiz, vatandoshlarimiz, Uyg'ur qarindoshlarimizning ko'pi dam oladi. Shunga bu dam olish kunimizda bo'lsa-mu 2 soat vaqtimizni chiqarib Ingolstadtga kelib, mushu German yoshlari o'rinlashtirgan namoyishda biz o'zimizning bir kishilik milliy majburiyatimizni ado qilsak. Demakki, bu munosabat bilan sizlarga bu qisqa videoni avatishni uygun ko'rdim. Demak, boshqa millatlar, Germanlar, boshqa xalqlar qo'zg'alib, Uyg'urlarning haq huquqini qo'g'dayotgan bir vaqtning o'zida biz u yoki bu banolar bilan buni jim tursak bo'lmaydi. Shuninga men bugun Dunyo qurultiyi nomidan butun vatandoshlarımizga bo'libmi Germaniyada va Ingolstadt atrofida Myunxendagi butun qarindoshlarimizga bu chaqiriqni qilmoqchi. 2 soat vaqtimizni chiqarib Ingolstadtga boraylik. Agar buningda berishda qatnash qiyinchiligi bo'lganlar bo'lsa, Dunyo qurultiyi bilan aloqa qilsanglar, sizlarga qatnash o'rinlashtiramiz. Naydi 1 soatlik yo'l, 60 kilometr yo'l, poyezdlar naydi ravon. Shuningga bu uqtirishni sizlarga chiqarishni uygun ko'rdik. 4-ayning 3-kunisi soat 12 da Ingolstadtda ko'rishaylik. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qaytamiq programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.